Milliy sertifikat imtihonida 36-misolda doim bitta tenglama tushadi. O'sha tenglamaning ildizlar soni yoki ildizlar yig'indisi, eng katta, eng kichik ildizlari shunga o'xshagan savollar beriladi. Demak, hozirgi savolda biz belgilash olib ishlashimiz kerak. Xo'p, mana bu x kvadrat minus x plus 1 ni bitta kvadratini a deb belgilab olsak, shunda mana bu 4-darajasi a ni kvadrati bo'lib qoladi. Keyin x kvadratni b deb belgilasam, x ni 4-chisi b kvadrat bo'lib qoladi. Ana endi biz belgilashga qo'yib yozamiz. A kvadrat minusdan 10 ta ab plus 9 ta b kvadrat teng 0. Buni ko'paytuvchiga ajratsak a minus b bilan a minus 9 ta b teng 0. A teng b bilan a teng 9 ta b. Demak, a ni o'rniga endi biz nimani a deb belgilash olganmiz? X kvadrat minus x plus 1 ni qavs kvadratini. X kvadrat minus x plus 1 ni qavs kvadratini biz a deb belgilaganmiz. O'shani b ga tenglash kerak. B ni nima deb belgilaganmiz? X kvadratni o'zini. Mana x kvadratni b deb belgilaganmiz. Ikkita tomondan kvadratlar tashlab yuborganimizda mana bunday ishlashimiz kerak. Birinchisi, demak x kvadrat minus x plus 1 ni x ni o'ziga plusligiga tenglab ko'rishimiz kerak. Bu yerdan xo'p, bu x bir tomonga o'tsa x minus 1 da qavs kvadrati bo'lib qoladi va x teng 1 bo'lib qoladi. Ikkinchisi, demak, xuddi shu narsani minus x ga ham tenglab ko'rishimiz kerak. X kvadrat minus x plus 1 teng minus x. Plus minus deb tenglashimiz kerak. Demak, minus x bu tomonga o'tadi-da, bular 0 bo'lib ayrilib ketadi. X kvadrat teng minus 1 bo'lib qoldi. Bu bo'sh to'plam. Bu yerda yechim yo'q. Bitta yechim topdik hozircha. Xo'p, endi ikkinchisi, o'sha a ni x kvadrat minus x plus 1 ni kvadratini demak biz tenglashimiz kerak mana. A ni 9b ga tenglashimiz kerak. 9b bizda x kvadrat edi. X kvadratga tenglashimiz kerak. Xo'p, endi nima bo'ladi? X kvadrat minus x plus 1 birinchisida demak teng bo'ladi 3x ga. Bir tomonga o'tsa x kvadrat minusdan 4x plus 1 teng 0. Bunda ikkita ildizi bor. Ikkinchisi, x kvadrat minus x plus 1 ni biz minus 3x ga ham tenglab ko'rishimiz kerak. Bir tomonga o'tganda bu x plus 1 da qavs kvadrati bo'lib qolyapti-da, 0 bo'lsa x teng minus 1 chiqyapti. Shunda o'rtoqlar, ildizlar soni so'ralgan. Ildizlar soni mana bu yerda bitta 1 chiqdi, mana bu yerda minus 1 chiqdi. Mana bu kvadrat tenglamada ikkita ildizi bor, diskriminanti musbat, jami 4 ta ildizi mavjud ekan. Va ildizlar yig'indisi so'ralgan. Ildizlar yig'indisi mana bu yerdan Weyt teoremasi foydalanamiz. x1 ga x2 ni qo'shsak 4 ga teng 4 1 minus 1. 4 qo'shuv 1 qo'shuv minus 1. Xo'p, bu ham 4 bo'lib qolyapti. Demak, ildizlar yig'indisi ham 4 ga teng ekan. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying.